Assalomu alaykum. Men Zumrudxon Saidislamovna. Nerland korreksion markazi rahbari va asoschisiman. Men mutaxassisman, logoped defektolog. Lekin ishlash jarayonida bolalar soni ortishi va ularga xizmat ko'rsatishda bizda xodimlar soni 50 tadan oshgandan so'ng bu jarayonga rahbarlik qilishga qiyinchiliklarga uchradim. Tizim markaziga murojaat qildim. Bu kursda aynan barcha jarayonlar mukammal tuzilganligi va bu bitta kursda hal bo'lmasligini tushunib yetdim va 1 yil davomida bu jarayonda ketma-ket takomillashtirdim. Tizim rahbarlik kursini 3 marta ketma-ket o'qishga muvaffaq bo'ldim va hozirgi kunga kelib 50 tadan ortiq xodimlarni bemalol tizimli ravishda muammolarni hal qilgan holatda rivojlantirib kelmoqdaman. Aynan o'quv markazlari va ularni boshqarish, tizimli boshqarish jarayonlarini aniq keyslar va instrumentlarni o'rganishni xohlasangiz, tizim markaziga o'qishga kiring, tavsiya qilaman.